Biz tishlarmiz. Rangimizning o'zgarishi oddiy holat emas. Bu ichki jarohatlar yoki yashirin muammolardan darak beradi. Bizni e'tiborsiz qoldirmang. Men siyohrang tishman. Ko'pincha zarbadan keyin paydo bo'laman. Bu ichkarida jiddiy muammo bor degani. Shifokor ko'rigisiz bo'lmaydi. Men yana sariq tishman. Bu safar sabab qahva, gazli ichimliklar, tamaki yoki noto'g'ri parvarish. Yaxshi tozalash bilan meni yana yaxshilash mumkin. Men qora tishman. Men xavfliman. Ko'pincha bu o'lik tish yoki chuqur karies belgisi. Meni ko'rsangiz, darhol shifokorga boring. Men jigarrang tishman. Men paydo bo'lsam tosh yoki boshlanayotgan karies belgisi. Hali kechmasa, meni davolash mumkin. Men yashil tishman. Kam uchrayman, lekin paydo bo'lsam bu bakteriyalar va infeksiya borligidan darak. Meni ko'rsangiz, vaqtni boy bermang. Men sog'lom oq tishman. Agar meni shunday ko'rsangiz, demak gigiyenangiz yaxshi. Tishlaringizni muntazam parvarish qiling va shu holatni saqlab qoling. Agar biz to'satdan paydo bo'lsak, og'riq, yomon hid yoki qon bilan birga kelsak, buni e'tiborsiz qoldirmang. Bugun tekshiruvdan o'ting.